Qanda qilganda taqvolikni kuchlantirgil bo'ladi? Savol. Assalomu alaykum. Men doim Allohga kuchimning yetishicha taqvolik qilishga tirishaman. Ammo 1-2 kun tirishchanlik ko'rsatganda qilaman-yu, davomlashtirolmay olmay aslidagi vaqtimga kelib qolgandek yoki uningdimi battar bo'lib qolgandek his qilaman. Masalan, dushanba, payshanba kunlari ro'za tutish, farz, nafla, zikr qilish, Qur'on o'qish, ilm o'rganish qatorliq ibodatlar bilan bo'lib, qalbim shundoq rohat, titik his qilsam, qolgan kunlari asta-asta suslab, ba'zida hatto farzdimi vaqtida ado qilolmagudek darajaga tushib qolib, bak bearam bo'laman. Bu ahvol davomlashqali uzun yil bo'ldi. Men bu illatimni faqat o'zgartirmadim. Buning davosi bormidi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Sizdagi bu hodisa odatda hammamiz xoli bo'la olmaydigan, hammamiz duch kelib turadigan bir xil ahvol. Chunki birinchidan iymon degan goh kemayib, goh avib turadi. Kemayib ketganda musulmon kishi o'zidan ansirab qoladi. Avib ketganda yuqori martabalarga yuksaladi. Ikkinchidan, shayton bizning taqvolik yo'lida ilgirlab mengishimizdan bearam bo'ladi. Bu sababdan A'raf surasi 16-17 oyatlarda kelganidek, iblis ularni azdirish uchun sening to'g'ri yo'lingda marab o'ltiraman. Andan ularga cho'qim oldidan, orqadan, o'ng yonidan, so'l yonidan hujum qilaman. Andan ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qilg'uvchilar emasligini ko'rasan deb kofir, g'ofil, fosiqlarni azdirishga emas, solih kishilarning yo'lini to'sib, ularni azdirishga, turli usullar orqali bearam qilishga o'zini atavatgan. Shunga izchil turda shaytonning ziyonkashligidan saqlanish uchun Janobi Allohdan panohlik tilab turamiz. O'zimizdagi mushundaq iymoniy jihatdan suslish ahvolini his qilib turganligimizning o'zi yaxshilikdan derak beradi. Chunki buni his qilgandala andin o'zimizni texmi yaxshi isloh qila olamiz. Bumi Allohning tavfiqi va ne'mati. Iymon va toat ibodatlarda suslashib qolish degan Allohning roziligini ko'zlab to'g'ri yo'lda mangdigan solih bandalarda ko'riladigan kasallik bo'lib, bu kasallikka davo bo'ladigan retseptlar tuvandikicha. Birinchi, davomli shaytonning sharridan saqlanish uchun panohlik tilab, Alloh taologa yelinib duo qilib turish. Ikkinchi, amal ibodatlarni qilganda riyodan saqlangan holda ixlos bilan davomlashtirib qilishga tirishish. Uchinchi, o'zidan hisob olib niyatni yangilab turish. To'rtinchi, islom yo'lida yolg'iz mangmay, yaxshi, solih do'st birodarlar bilan birga hamroh bo'lish. Chunki shayton yolg'iz kishi bilan birga bo'ladi. Yolg'iz kishiga qaraganda ikki kishidan texmi yiroq bo'ladi. Bu sababdan Alloh taolo Asr surasida iymon etib solih amallarni qilganlar debla qo'ymay, oxirida bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan deb qo'shib qo'ygan. Shunga nijotlikqa erishish uchun bir-biriga haqni tavsiya qilib, taqvolik yo'lida qo'l tutishib mangadigan yaxshi hamrohlarning bo'lishi intayin muhim. Balki sizga eng zarur bo'lgan ishlardan biri mushu bo'lsa kerak. 5. Taat ibodatlarni qilganda o'ziga qattiq besim qilib etmaslik. Halal, mubah o'yin tomoshalar bilan tantarbiya qilish bilan ko'ngil ichish. Urva Aisha radhiyallohu anhadan uning mundaq deganligini so'zlab bergan. Yenimda Bani Asad qabilasidan bir xonim bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirib, "Bu kim?" dedi. "Men bu paloni bo'ladi. Kechasi uxlamaydi" deb uning ko'p namoz o'qiganligini aytib turib edim. Rasululloh "Bo'ldi qiling. Davomlashtirishga toqatinglar yetadigan nafl amallarni lozim tutinglar. Chunki Alloh bilan qasamki, sizlar zerikib qolmoqcha Alloh zerikib qolmaydi" dedi. 6. Dastlabki davr sahoba tabiinlarning, olimlarimizning, fazilatlik esil zotlarning hayoti, tarjimhali, ish izlari, taat ibodatlarda qanday yo'l tutganligini egallash. 7. Ibodatni tor ma'noda tushunib olmay, keng ma'noda tushunish. Masalan, bola chaqalarimiz bilan o'ynashishmi, ularni o'ynatishmi ibodat. Musulmon qarindoshlarimizning xizmatida bo'lish, hojatini ravo qilishmi ibodat. Amr ma'ruf, nahiy munkar qilishmi ibodat. Ba'zida biz namoz, ro'za, zikrdek amallarni ibodat deb qarab olganligimiz uchun boshqa sohalardagi ishlarni ibodat emas deb qarab, birinchi turdagi nafl ibodatlarga vaqt chiqara olmay qolsak, chekinib ketdim deb o'ylab qolamiz. 8. Shubhilik yemak-ichmak, tapovatlardan yiroq turish. Chunki qalbning xotirjamligi halol narsalarni iste'mol qilish bilan bo'ladi. 9. Diyorimizdagi iymoni mustahkam hayot olimlarimizni, fazilat egalarini ziyorat qilib suhbatida bo'lish. Buning kishining ahvoliga zo'r foydasi bor. Ba'zida biror taqvodor fazil olim bilan ko'rishib, bir qatim birga o'ltirsa, necha kitob o'qigandami ta'siri zo'r bo'lishi mumkin.
Oxirida sizga deydiganim, ba'zida toat jihatda ilgirleyolmasakmi, burunqi saviyani saqlab qolishning o'zi cho'ng bir utuq. Shunga bu sababdan tushkunlashish shaytonni xush qiladigan ishdir. Shuni bilishimiz kerakki, ulug' Alloh mo'min bandalarni zoya qilib ularga cho'qim ega bo'ladi. Janobi Allohdan o'zimgimi, sizgimi haqda izchil turishga muyassar qilishni, yana ixlos, tavfiq ato qilishini tilayman. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 18 numurliq fatvo.